Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilar. Ko'pchilik akalarimiz so'ragan 15 va 17 ot kuchli salarishning motobloklarimizni yangi partiyalari yetib keldi akalar. Ko'pchilik akalarimiz qiziqqan edi. 17 ot kuchli TX motobloklarini ham salarishning variantlaridan olib kelgin. Bizga satelitlik emas, oddiy variantlardan olib kelgin degan akalarimiz uchun 17 ot kuchli TX motobloklarimiz va 15 ot kuchli motobloklarimizni yangi assortimentlarni olib keldik va bu motobloklarimizni hozir sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu motobloklarimizni narxlari anchagina arzon bo'lib chiqqan. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, sizga narxlarigacha tanishtirib o'tamiz. Xohlasangiz 15 ot kuchli, xohlasangiz 17 ot kuchli motobloklarni bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xo'p, birinchi navbatda 15 ot kuchli motoblogimizning ma'lumotlarini berishni boshlaymiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Motoblogimiz yoqilg'i turi salarka. Salarka boklari 5 litrli salarka bok. Undan tashqari yurgizish joylari zavodnoy orqali yarimta tortmada yuradi. Motoblogimizda oldiga LED faralar bilan jihozlangan. Motoblogimizni yoqilg'i turi salarka bo'lgandan keyin bularda karburator bo'lmaydi. Shuning uchun farsunkasi apparati tomonlama akalar eng sifatli bo'lgan original modellardan olib kelganmiz. Bu motobloklarimiz uchun 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Motoblogimizda gulush turlari tomonlama ham katta gulush turlardan qo'yilgan. Motoblogimizda motorlari 190 motor, 15 ot kuchli motoblok hisoblanadi. Motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin, yoqilg'i turi salarka bo'lganligi uchun baquvvatligi, moshinasi tomonlama benzinli motobloklarga nisbatan kam qizish funksiyasi bor. Xo'p, bu motoblogimizda reduktori tomonlama ham eng katta usulini qildirib, reduktorlarini ham o'ziga teng baravar katta 17 ot kuchli motobloklarda reduktoridan usulini qildirib olib kelganmiz. 550 talik katta korobkalardan qo'yilgan. Bu motobloklarimizni ko'pchilik akalarimiz so'ragan edi. Ukam, rollari uzun deyapsan, kalta deyapsan, nima farqi bor o'zi degan akalarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. TX motoblogimizda rollari uzun varianti, bu motoblogimizda esa rollari kalta varianti bo'ladi akalar. Buni endi farqi keyinchalik motoblogimiz uchun orqasiga qishloq xo'jaligi vomiga suv nasos, karcher apparatlar, rotorli kasilkalarni ulaganingizda rol avtomatik shu joydan yechilib, oldi tomoniga o'tishlik kerak bo'ladi. Oldi tomonga o'tgandan keyin sizga boshqarish uchun rol kalta bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'pincha rollari uzun variantdan olganingiz yaxshi deb tavsiya beriladi akalar. Xo'p, motoblogimizni oldiga ikkita skorisi bor, orqaga bitta skorisi bor. Faralarni o'chirib yoqish uchun knopkalari, bezopasnost knopkalari gazlar bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimizda e'tibor beringlar, 60-70 razmerlarga o'zgarib ishlash uchun balonni orasi bemalol 60-70 gacha tusha oladi. Motoblogimizni o'zini komplektlarda zavodskiy holatida freza, dokument, kulich va 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Xohlaganlar uchun 15 ot kuchli varianti. Aytib o'tganimdek, xohlaganlar uchun 17 ot kuchli variantlarni olib kelib qo'yganmiz. Bu motoblogingning narxi necha pul deb qiziqayotgan akalarimiz uchun hozirgi paytda bu 15 ot kuchli motoblogimizda aytib o'tganimda reduktorlar usulli variantlari bor. Reduktorlari oddiy 250 talik va 350 talik, 450 talik variantlari bor. Bularda eng arzon modeli atiga 6 million so'mdan boshlab akalar 8 million 800 ming so'mgacha reduktorlari usulli bo'lgan variantlargacha bor. Bu 15 ot kuchli motoblogimiz edi. Xo'p, endi 17 ot kuchli motoblogimizning ma'lumotlarini tanishtirishni boshlaymiz. O'zi ko'rinish jihatidan ham buni ham motorlari 192 motor, e'tibor berishlaringiz mumkin. Bu 15 ot kuchli bo'lganligi uchun salgina gabariti kichikroq bo'ladi. Bunda endi 17 ot kuchli bo'lganligi uchun farasi yo'q bo'lsa ham o'zi gabariti katta bo'lib ko'rinadi akalar. Xo'p, motoblogimizda yoqilg'i turi salarishning bo'ladi. TX motoblogini ko'pchilik akalarimiz biladi. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bu motobloglarimizda xohlaganlar uchun zavodnoy orqali yurgizishlaringiz mumkin. Xohlaganlar starter orqali kalitda ham yurgizishlaringiz mumkin. Bu motoblogimizda
E'tibor bering, aytib o'tganimdek 192 fa motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Vozduklargacha maslinni qilib ishlangan bo'ladi. Bu motoblogimizda statorlar ham katta statorlardan qo'yib o'tilgan. Akkumulyatorlari ham Gelvi yaxshi akkumulyatorlardan qo'yilgan. Mashinaning akkumulyatorlari bilan birga bir ishlangan. Motoblogimizda reduktor qismiga ham bitta ahamiyat berasizlar akalar. Aytib o'tganimdek, eng katta 650 talik katta reduktorlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Ko'pchilik akalarimiz so'radi, nima uchun 17 ot kuchli motobloglarda 550 talik, 650 talik deyapsan degan akalarimiz uchun Solarishli motobloglar benzinlikka qaraganda baquvvatligi, mощности balandroq bo'lganligi uchun reduktorlarni 650 talik usulini qilib olib kelganmiz. Benzinli modellarida esa 550 talik va 650 talik variantlari ham bor. Xohlaganlar uchun satelitli variantlaridan ham bizning do'konlarimizdan topishlaringiz mumkin. Xo'p, bu 17 ot kuchli motoblogimiz aytib o'tgan reduktorlar usulini 650 talik varianti va undan tashqari rollarini aytib o'tganimdek, rollar uzun, bemalol burib ishlatsangiz bo'ladi, o'ngga, chapga qilib. Rollarni pastga tepaga qilib ishlatish uchun mana bu yerda o'zini richaylarigacha qo'yilgan. Oldiga ikkita skorsi bor, orqaga bitta skors bilan jihozlangan bo'ladi. Bu motoblogimizda oddiy mana shu balonlarni o'zida ham akalar, bu motoblogimizda 512 lik va 612 lik har xil modellari bor. Ko'rinishi, gabarit tomonlama ham agentlarning orasida yurish uchun xohlaganlar mana shuni 612 balonlardan ham kelishtirib 15 ot kuchli motoblogimizga ham qo'ydirib olishlaringiz mumkin. Va motoblogimiz o'zini komplektlariga bunga ham frezasi, dokumenti, kulishlari 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Bu motobloglarimizni hozirgi paytda 450 talik, 550 talik va 650 talik katta usulli korobkali variantlari bor. Hozirgi paytda bu Solarishli motobloglarimizning narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, narxlari atiga 7,5 million so'mdan boshlaydi akalar. 9,5 million so'mgacha variantlari bor. Bemalol kelib bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun 450 talik, xohlaganlar uchun 550 talik, xohlaganlar uchun eng baquvvat bo'lgan 650 talik katta reduktorli variantlardan olishlaringiz mumkin. Motobloglarimiz uchun 1 yildan garantiya, komplektiga freza, dokument kulishlarigacha qo'shib beramiz. Bizning do'konlarimizda boshqa turdagi V1dagi motobloglarimiz ham mavjud. E'tibor beringlar, o'tvoradigan kasilkalarimiz va undan tashqari mini kultivatorlarimiz va undan tashqari bu tomonda mana 7, 9, 13, 15, 17 ot kuchli motobloglarimizni har xil assortimentlardan olib kelib qo'yganmiz. Bemalol kelib bizning do'konlarimizdan optim baza narxida olishlaringiz mumkin. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro servis do'koni. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Keyingi videolar bundan-da qiziqarliroq bo'ladi akalar. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.